turmani bloki bilan realniy женский koloniyani ko'rsatdim. Bunaqa женский koloniya O'zbekistonda bitta. Bu loyihani suratga olishi o'zi masala, u loyihani ommaga chiqarishi o'zi masala. Lekin buni uddaladi. Usoma, assalomu alaykum. Uddaladi. Zo'r bo'ldi loyiha. Lekin ayrim odamlarga videoma yoqmadi. 2 kun oldimmi shu soобщениyalarni ko'rdim. 1,5 millionta odam o'sha YouTube'da ko'rgandan keyin sluhlar bo'yicha Toshturmada odamlar otravlение bo'ldi deb chiqarib yuborishibdi. Bu toza bros. Sababi odamlar meni fikrim bo'yicha, shaxsiy fikrim bo'yicha o'tda otravlение undan ham oldin bo'lgan. Bo'ladi ham, sababi bunaqa issiqda faqatgina turmada emas, balki uydagi ham turgan xolodilnikni ko'tarmay narsalar yomon bo'lib qolyapti. Nima desam ekan, bu odamlarning bitta shu maqsadi bor. Xuddi men keldim, любой joydan muammo bo'lishi. Sababi meni reytinglarim o'sib ketdi. Odamlarning ishonchi ham o'sib ketdi va bu odamlarga bu narsa уже yoqmay qoldi. Xullas, qanani berib olgan skrinlarim. Mamlakat akkaunt bor Facebookda, eslab qolinglar bu odamni. Sababi bu faqat politik post yozadi va eng qizig'i men исследование qildim. Sababi Sanjik qamalganda aynan shu akkaunt postlarni qo'yib, shu bolaga intervyu bergandan keyin qamaldi deb o'zida post qo'yib, bir 30 ta gruppalarga tashlagan. Shuni popularizatsiya qilaman deb. То есть menga fitna qilib shuni qo'yishni boshlagan и постоянно shu направление bo'yicha ishlagan. O'shanda shu akkaunt men nazarimga tushdi-da, men buni prosta qo'ymadim. Men indamadim bu akkauntga. Lekin men buni o'zim расследовать qilishni boshladim. Kim bu akkaunt? Nima qilyapti? Kimni maqtaydi? Kimni yomonlaydi? Tushundimki, kimga ishlashini. Buni hozir aytib o'tirmayman, buni bir yaxshi momentga qoldiramiz. Shu akkaunt ko'rsatmoqchiman sizlarga. Mana bu akkaunt. Facebookda nomi buni Alisher Tsvetkov. Eng qizig'i bu Trijon emas, bu fake akkaunt, mana ko'rsatib qo'yaman. Mana ko'ryapti, Alisher Tsvetkovniki doim tipa xalqni o'ylab bir bolalar yozadi, lekin bu xalqni o'ylamaydi. Bu ayrim odamlarning interesini amalga oshiradigan fake akkauntlardan biri. Bunaqa akkaunt bitta emas. Men уже bir 10 tasini sanab qo'ydim va kuzatib boraman, lekin aynan shu akkauntga xos e'tiboringlarni yo'naltiryapman. Sababi bu endi yaxshi prosmotrlar yig'ishni boshlagan akkaunt, mana shunaqa dolzarb temalarni olib chiqib. Xullas, bu akkauntlar hech qanaqa подтвержденияsiz ishlaydi. Ya'ni misol uchun UzNews SMIsi bor. UzNews SMIsi bu yangilikni chiqarishdan oldin, misol uchun mana odam o'lib qoldi degan sluh chiqdi. Ular ichki ishlarga telefon qiladi, подтверждение oladi deb подтверждение olgandan keyin bu ma'lumotni sizlarga beradi. Bu fake akkauntlarning hech qanaqa javobgarligi yo'q. Xayoliga kelgan narsani yozaveradi. Mana misol uchun bizning qamoqxonada loyihamizdan keyin Toshturmada nima gap? Har xil noxush xabarlar tarqalyapti. Kimni yaqini o'tirgan bo'lsa xabar olib qo'yinglar tez deyapti-da. Pastda yana fake akkauntlar yozishni boshlayapti. Mana Latipov qamoqqa bordi, noxush xabarlar bo'lyapti, odamlar otravlение bo'libdi. Xullas, bu odamlarda maqsad bitta, meni obro'ylantirish, lekin bular chuchvarani xom sanabdi. Bu safar ular internetda tushunadigan odamga tushib qolishdi va men o'zimni shaxsiy расследованияni boshladim. O'shaning uchun hurmatli Alisher Tsvetkov ismingizni hali topib yetamiz-u. Ehtiyotroq bo'ling. Siz o'ylaysizki, xohlagan narsangizni yozaverasiz, obro'lantiraverasiz, sizni topa olmaymiz deb o'ylaysizmi? Kimga ishlashingizni topa olmaymiz deb o'ylaysizmi? Topa olamiz. Uje ham top bo'ldik. Lekin biz endi sal kallani ishlatib ish qilamiz. Xullas, e'tiborga olib qo'yinglar. Постоянно ma'lumot chiqaradi, xalqni o'ylagandek o'zini ko'rsatadi, lekin xalqni o'ylamaydi bu. Bu faqat shaxsiy odamlarning interesini shu bir xil mana qanaqa qilinadi. Misol uchun, u bu amaldor, u bu ishda ishlayapti. Uni ishdan olish uchun uni xalq yomon ko'rsatish kerak. Mana shu akkaunt shunaqa narsa bilan shug'ullanadi. To есть yomon ko'rsatib, obro'lantirib va bunaqa akkauntlardan bir 10 ta 15 ta bor Facebook o'zida. Xullas, Toshturmani mifini yopmoqchiman. Ko'plar negativ bildirdi. Men buni tushunib turibman, что условияlar juda ham zo'r deyishyapti va
usloviyalarni zo'r sababi bo'lganini sababi biz Toshturmani yangi blokiga kirdik. Menga yangi blokini ko'rsatishdi va loyihada bu aytilgan. Jahongir, biz Toshturmani mana yangi blokiga keldik. Oldin bunaqa sharoitli bo'lmagan, biz yaratdik deb yangi kamera, yangi izolyator, yangi shu advokatlik ko'rish uchun xonalarni namoyish etishdi va bu real hozirgi mana eski Toshturma emas. Va bu blokka men 1,5 oy oldin syomkasini qilganman va hozirda endi ommaga chiqdi. Menimcha bu blok ishga ham tushgandir. Lekin nima endi xursandchilik taraflari bor. Shu odamlarni o'sha human rights research degan narsa bor, reytinglar. Odamlarni shu pravalarini qurishdi. Shuni biza taqdim etdik. Lekin женский koloniya biz sizlarga realniy женский koloniyani ko'rsatdik. O'sha birinchi отделda, endi 3 ta отдел bor ekan, birinchi отделda o'tirgan realniy ayol kishilarni, realniy stolovasini, realniy ko'cha, xona o'sha yurish, turish joylarini to'g'ri balki bir bola sizlarga chiroyli ko'ringandir, balki kimdir tayyorgarchilik ko'rgandir syomkaga, lekin O'zbekiston Sanjar Xalikov pijamaga tushib qolsin deyapti. Lekin O'zbekiston tarixida birinchi marta qamoqxonani biz suratga oldik. Unaqasi hali bo'lmagan. Shunchalik ichki ishlar organlari, shu jazoni ijro etish organi ochilib bergani bu tarix bo'lib qoladi. Albatta bu yerda mana muammo tug'dirish kerak-ku. Mana aybdor tipa qilib qo'yishyapti, u yerda отравление bo'lganiga odamlarni. Biz u blokka kirganimiz ham yo'q va bu syomkani qilganimizga 1,5 oy bo'ldi. Так что yana bir nima desam ekan, ложный выстрелили o'xshamadi. Harakat qilasizlar, ko'ryapman, tinchimayapsizlar, hurmatli feykovi akkauntlar. Tushunishim bo'yicha nima mana ommaga chiqishni boshladim. Dalshi endi bu расследованияni olib borib, hammaga gapirib berishni boshlayveraman. Sanlarni feykovilaringlarni isbotlab beraman, sababi qarasam tinchimayapsizlar. Bir Sanjar qamalganda tinchimadinglar, polni ataka qildinglar, ommaga chiqqanimdan keyin to'xtadinglar, keyin yana любой nima povod bor bo'lsa, nima mamlaqa stogi seni igolkani topaman deb любой narsani beraverasizlar. Xullas Toshturma masalasi yopildi. Endi Jacob & Co bilan uchrashdik biz. Loyiha oldik, loyiha emas, Instagramga post oldik. New Yorkda 5-avenue eng qimmat ko'chalaridan biri. Jacob hazillagan odam emas, mirovoy brendlar qilayotgan odam. Biza Toshkentda mana tanishgandik, shu yerda video olgandik. O'zbekiston, o'zbeklar haqida juda zo'r gapirib, ommaga chiqqan edi. Realni prosta tanishib video olgandik. Hech kim bizani pul berib ko'rishtirib qo'ymagan edi yoki pul berib meni ommaga ularni olib chiqmagandim. Sababi u odam Cristiano Ronaldo, Jennifer Lopez, xullas bitta post qo'ysa 1,5 ming, 2 million like yig'adigan odamlar bilan ishlab yuradilar-da, ochiq qilib aytganda, og'ayni bo'lib yuradilar. Bu yerda menga prosta men yoqqanim uchun, qiziqqanlari uchun, O'zbekiston haqida bu fikrlarni aytaman degani uchun menga o'sha yerda Instagram postda mana shu post 100 mingta like yig'adi degani uchun qisqa intervyu berdi. Xullas, shundan keyin tanishdik, men New Yorkka keldim. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, barchalaringizga xayrli kech. Xudo xohlasa